Mendan bitta ikkita odam so'radi, Umrada yurganingiz uchun hatta bezovta qilmay dedim. Hozir fursatiga o'xshayapti. Necha yoshida uylangansiz? Yomon qiyin savollar berasiz. Bu 24 yoshimda o'sha uylanish baxtiga musharraf bo'lganman. Ha, uylangansiz. Juda ham baxtliman. Endi savolni eshiting. Bosh. Necha yoshda uylanish kerak deb o'ylaysiz? Hozirgi masalan 20 yoshdami, qaysidir yoshda yoki nimadir tayyorlab olib uylanish kerakmi? Xo'p, qisqachasi balog'at yoshi yetgandan keyin shu pasport olib, bu bo'lgandan keyin farosat ishlab ketsa bo'ldi. O'sha soat uylanib olaverish kerak. Bir xillar 50-60 yoshda ham farosat ishlamaydi, ayol kishini qiynab yuraveradi. Ehtiyojlarni qondirmasdan, qiynab, diqqat qilib. Shuning uchun biz yoshdagilar hozir chakras o'g'il uylash, qiz chiqarish arafasida turibdi. Shuning uchun biz sizlarga ajoyib narsani taklif qilgan keldik. Biz Qumtepa bozorida katta darvozadan kirganlaringda ikkinchi qator B blokdan chapga yurasizlar. To'g'ri yurganlaringda o'ng qo'lda 516-do'kon. Shu do'konga bitta kirganlaringda narxlarni eshitib hayron qolasizlar. To'y qilayotganlar o'ylashibdi. Uzuni 3 metrli ko'rpamizni jildlari atiga 150 ming so'mdan qilib berishar ekan. Bunisini ham uzuni 3 metrli, atiga 200 ming so'm qilib berishar ekan. Undan tashqari bunaqa bolish holatida yoki xohlasangiz zakasga ichiga paxtasini solib, ko'rpa holatida qilib berishar ekan. Razmerlarini bo'lsa, xohlagan razmeringizda qilib berishaverar ekan zakatga qarab. Shu ko'rpa jildlarning 3,5 metrligi atiga 229 ming so'mdan qilib berishar ekan. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar. Variant, vibrant juda ko'p ekan, sortiment juda ko'p ekan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, tezda kelaverasizlar. Narxlar haqiqatda arzon ekan. Ko'rib turgan ko'rpalaringga komplekt qilib, yostiqlarini ham olishni ham mumkin ekan. Narxlar o'ta arzon ekan. 59 mingga 39 ming ekan. Bemalol kelaverasizlar.